Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv-oltidan Novostorga qidirib yurgan akalarning diqqatiga bugungi xonadonimiz 9-etajda joylashgan 48 metr kvadratli 2 xonali kvartiramiz srochniy egalari tomonidan sotuvga qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar, devorimiz ancha chiroyli, bolalar o'ynash uchun alohida joylar ham qilib qo'yishgan, sal pastroqda. To'g'rida Qorasuv-oltining yo'li hisoblanyapti. Tashqi fasadimizni qaranglar, chiroyliligini, chiroyli, вообще ko'zga yoqadigan, kafillar qilib chiroyli qilib qo'yishgan ekan. Devorimizni qaranglar. Bizlarni ko'rsatib o'tadigan xonadonimiz 9-etajda joylashgan. Qolgan ma'lumotlar bilan ichkari kirib tanishib o'tamiz. Asosiy ishimizdan mana shu eshigimiz orqali shuna kirishimiz bilan chap qo'limizda qaranglar, kiyim joyini cho'tka qilib qo'yishgan ekan. O'ng qo'limizda mana boyaga yetib o'tgan kamera tashqarida shunday kim kelganini ko'rib tursanglar ham bo'laveradi. Bu joyda qoladi deyaptilar. Eslatib o'taman, uyimizda o'ziga kerakli narsalari bor ekan, 2-3 ta. O'shalarni olib ketaman deyaptilar. Qolgan narsalarni tashlab ketaman deyaptilar. Yo'l bo'ylab yurishimizda birinchisiga oshxonamizni ko'rsataman. Oshxonamiz bitta ko'ringlar. Qaranglar. Oshxonamiz endi gaz plita qoladi deyaptilar. Bu yerda kuxonniy mebellari qoladi, stul qoladi deyaptilar. Xolodilnik olib ketaman deyaptilar. Tashqariga hatto chiqsanglar ham bo'ladi. Balkonimiz bor. Balkonimizda ham qaranglar, chiroyli qilib qo'yishgan. Agar yosh bolalarida bo'lsa, ana bemalol bolalaringni tashqariga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi, tushib ketmaydi. Konditsioner olib ketaman deyaptilar. Keyingi xonamiz qaranglar. Bu detiskimiz borda. Ko'zga yoqadigan chiroyli yorqin avvallardan foydalanishgan ekan. O'ng qo'limizda общий saunzimiz. Oxirgi xonamiz. Bu joyimiz endi spalniy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar bu yerda mehmonni kutadigan zal qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Shkaflari shu yerda joyda qoladi deyaptilar. Xonadonimizning startining narxini $58,000 narxladi. Egalar nomerini pastga yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqinglar, o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar, o'zingizlar ehtiyot qilinglar.